Qust Al Hindi. Bu mahsulotimizdan bizani doim kuzatib boruvchi podpisчикimiz Otabek aka aloqaga chiqadilar. Biz ularga buyurtmalarga asosan yubormoqdamiz. Bu mahsulotni bilmaganlar uchun men eslatib o'taman nima mahsulotligini. Sizlar internetga Qust Al Hindi deb yozib vapros qoldirsangiz, sizga internetda bemalol ma'lumot sizga taqdim qiladi nima mahsulotligini. Faqatgina bu mahsulotni biz sigaret ko'rinishida keltirganmiz. Bemalol 7 yoshdan 70 yoshgacha bu mahsulotni chakib o'zingizni davolasangiz bo'ladi. Bu sigaret emas, bu tabiiy bat. O'simliklardan tayyorlangan Qust Al Hindi mahsuloti. Buni choyi, kofesi bo'ladi, damlab ichsangiz bo'ladi. Bu mahsulotni o'rtasidan yorib, choy qilib damlab ichsangiz ham bo'ladi va cheksangiz ham bo'ladi. Men o'zimdan sinov tariqasida o'tkazdim. Menda bor bronxitlarimni, balg'amlarni shunaqangi chiqarib tashladi bir hafta mobaynida. Mana Xudoga shukr, yo'talam yo'q. Xronskiy bronxiti borlar, sigaretni chakishni tashlamoqchi bo'lganlar, o'pkani chaqaloqdek qilib qo'yadi va erkalik quvvatingizni ham oshirib beradi. Shamollashlarni oldini oladi. Bu mahsulotimizdan buyurtma qiling, butun respublika bo'ylab yetkazib beramiz. Buni hech qanaqa ziyoni yo'q, o'ziga o'rgatuvchi xususiyati ham yo'q. Tabiiy mahsulot, tabiiy mahsulotni iste'mol qilishni o'rganaylik. Dorilardan voz kechaylik, ziyon sigaretlardan ham voz kechaylik. Qimoringiz kelgan paytda sigaretda mana shuni chakkaningizdan keyin Xudo xohlasa sizga sigaret tashlashga yordam beradi. Bemalol buyurtma qiling, butun respublika bo'ylab yetkazib beramiz. Kommentariyada telefon raqamingizni qoldiring, biz siz bilan bog'lanamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, like, podpiska bosish esdan chiqmasin.